3. qism. Ey insanlar! Biz şu kabristonlikni makon qildik. Bu yerga kunduz kelishinglarni to'smaymiz. Hem kunduzi kelsanglar, sizlarga hech qanday ziyon yetkazmaymiz. Ammo kechasi bu yerga yaqinlashib qolsanglar, hargiz sizlarni tirik qo'ymaymiz. Biz qorangni yaxshi ko'ramiz. Şuna bu yerga qorqumni birga ep keldik. Etrafni qorqum bilan bezidik. Kunduzi kelsanglar qum boshqa rangda ko'rinadi. Şu insanlarda bo'lsin. Kechasi hargiz yaqinlashmanglar. Yaqinlashib qolsanglar bizdan hargiz ranjimanglar. O olvasti şundaq depla ko'zdan g'oyib bo'pti. Shuningdan buyon bu qabristonlikning nomi Qorqum qabristonligi deb otilib qolgan ekan. Shunga hozirgacha kechada hech kim u yerga berib boqmagan. Ham men kichik vaqtimda bovam va boshqa cho'nglardan anglashimcha o qabristonlik ajoyib sirliqmish. O qabristonlikning xaritasi bor ekan. Shu xaritini qo'liga tushiralgan odam qabristonlikdan sog' salomat chiqib ketalaydi ekan. Ya'ni shu qabristonlikda bir farmon dastigi bormish. Uni qo'liga tushirgan odam shu olvastilarga buyruq tushiralaydi ekan. Farmon dastigi bor odam nima desa, olvastilar bijandil o'rindaamish. Turdi bova. Bu qabristonlikning xaritasi bilan u farmon dastigi hozir qayerdadir? Yoki uni qanday qo'lga tushirgil bo'ladigandir? Sizlar bilisizlar, oxirigacha yordam qilib dapagan bo'lsizlar. Uni biladigan odam yo'qmish. Anglashimcha qabristonlikning xaritasi şu qabrning birida bormish. Shuni tepib olsa, farmon dastigining bor o'rni shu xaritada ko'rsatilarmish. Sizlarga ko'p rahmat bova. Agar biz sog' salomat chiqib olsaqlar, sizlarning bu yordamlariga bir umr javob qaytaramiz. Biz bovayga qayt rahmat aytib, xo'shlashib chiqib ketdik. Turdi bovayning uyidan chiqib, qabristonlikka kirishning tayyorligiga tushib ketdik. Hey adash, faqat bo'lmaganda 15-20 kun yetgudak yemeklik bilan suv tayyor qilib olaylik. U yerdan qanchalik vaqt chiqalaydiganligimizni bilmaymiz. Ortiq bo'lib qolsa ziyon yo'q. Agar oz bo'lib qolsa, o'zimiz qiynalib qolmaylik. To'g'ri deding adash. Bugun puxta tayyorlik qilib, kechda qabristonlikka kiraylik. Ma'qul, shunday qilaylik. Yura. Amsa tayyorlikni boshlab yetaylik. Shunday qilib tayyorlikni boshlab etdik. 1,5 kun vaqt tayyorlik qilish bilan shunday oldirashli o'tib ketdi. Atsi kashga yaqin Shiralining chiqishini saqlab turdim. Uzunga qolmay o'mi yetib keldi. O yolg'iz chiqmagan edi. Uning yanida As'adning singlisi Zuhra bilan yana bir qiz bor edi. Asta. Buning mushunda xatarlik ishqa qiz bolani birga ep chiqqanini ko'rmamdigan. İçimde Shiralini natchini tillavatdim. Ham uningga koyishga boshladim. Hey, adash. Bu yabrayaga berib sayohat qiladigan ish bo'lmasa, qizlarni boshlab chiqqaning nemisi? Agar Zuhraga bir ish bo'lib qolsa, o chaqda biz As'adga qanday yuz kelaymiz? Uning mushu bir tal singlisi tikandek yolg'iz qolgan tursa, Umarjon aka, siz Shirali akamni ayiblamang. Bizni Shirali akam boshlab chiqmadi. Biz o'zimiz chiqimiz deb turib oldik. Shirali akam bilib berishimizga qo'shilmag'ashqa, biz unimay uningga agishib oldik. Ras adash, men hozirmi chiqmanglar deyapman. Unimayotdi.
Shu qabristonlikqa kirishga tayyorlik qilayotganimizni Zuhraga debdi ekanman. Bizmi kirimiz deb bek ching turib oldi. Shuncha bo'la gap qilib faqat to'siyamidi? Asta, demsang bo'lmamdi deyman. Bu ya o'ynashida ish bo'lmasa. Hamma xatolik sendike. Bu qizlarni evasang, bizga bir avarchilik bo'ladi. Bizni avarchilik bo'ladi deb qoldingizmi? Xotirjam bo'ling, sizlardan qilishmaymiz. Foydamiz tegsa tegidoki, hargiz zinimiz tegmaydi. Uning ustiga akamning o'limiga sababchi bo'lgan u qabristonlikqa men kiramisam, akam uchun bir ishmi qilib beramisam, bir umr pushaymonda qolmamdim. Shirali bilan Oliya post turdi. Zuhra shundoq debla un selib yig'lab ketdi. Men xato gap qilib uni ranjitib qo'yganligimdan xijil bo'lib, nima deyishimni bilmay turib qoldim. Adash, sening gapingmi qamlashmadi? Bo'ldi qilansanglar. Umarjonmi sizlardan ansirab, bir ish bo'lib qolmasin, u yerda jafo chekib qolmasin deb shundoq dedi. Hargiz boshqa maqsad yo'q. Shundoq, men sizlarni o'ylab degandim. Kechiring singlim, sizni ranjitib qo'ydim. Bo'ladimsa, sizmi biz bilan birlik kiring. Bizga har qanday ish bo'lsa-mo, sizni cho'qim qo'g'dab sog'-salomat ep chiqib ketimiz. Rahmat sizga. Menga mushu gapingizga yetarli Umarjon aka. Men hargiz sizlarga avarchilik akilgan ishlarni qilmayman. Hey, bu qiz kim bo'ladi? Haras, deyishni unutib qoptiman. Bu qiz akamning loyiqi bo'ladi. Uyi shaharda. Akamning o'lim xabarini olib alaydan kelibdi. Endi biz bilan birga qabristonlikqa kirmoqchi. Ha, ismiga keldi. Asad doim gapini qiladigan, kunda telefonda soatlab paranglashadigan yilqi Oliya shu kanda. Ha, men shu. Mush yil to'yimizni qilmoqchidim. Afsus. Oliya shundoq debla yig'lashga boshladi. Biz hammamiz tasalli berib, Oliyani yig'dan oran to'xtatdik. Vaqtmo bir yagi bodi. Darhol mangayli. Shundoq qilib, hammamiz nars keraklarni yig'ishtirib, Qarqum qabristonligiga qarab yurib ketdik. Qabristonlikqa yetib kelishimizga yana vahimlik ovozlar anglanishga boshladi. Nimda qo'rqinchli ya bu? Bu qo'rqidek ish emas. Texi qolgan ishni qabristonlikqa kirganda ko'ramiz. Oliya, agar bak qo'rqib ketsangiz, siz kirmang. Sizni uyga olib qo'yayli. Yo'q, qo'rqmayman. Cho'qim kiraman. Asad uchun o'lib ketadigan ish bo'lsa-mu, cho'qim kiraman. Amsa, yuringlar. Bu tavakkulchilik safarimiz shuning bilan boshlandi. Qabristonlikqa kirayli. Men shundoq deb hammaning oldida mangdim. Ular keynimdan agishib mangdi. Biz birlikda qabristonlikning ichiga kirdik. Qabristonlikning ichi sirti bilan boshqacha bir dunyodagi farqlanib turadi. Butkul atrof bir xil modish purapil turadi. Qabrning sirti sutdak oydin. Ammo qabristonlik qop-qorong'u, zulmat edi. Kunduz kirsak normal ko'rinadigan bu qabristonlikning ham yerda dugudak skeletlar dövlab qo'yilgan. U yer bu yerda o'tlar kuyayotgan. Zaharlik o'michuk, yılan çayalla neç qadamda bir dugudak o'mlishib yuradi. Bu manzarni ko'rgan har qanday odamni sur basmay qolmaydi. Tuyuqsiz oldi tarafdan bir qor quyun ko'tarilib, butun badanidan qon temib turgan. Göğsleri ko'rinib qolgan. Ko'zlari poltib chiqqan, qapqari yo'nliq, uzun chachliq bir olvasdi quyunning orasidan chiqib keldi. O bir sakrabla oldimizga tushdi.
Sizler bu yerga nima uchun keldinglar? Bu degan bizning makonimiz. Sizlarning bu yerga kunduz kelishinglarga yo'l qo'ygan. Ammo ketishganmanglar degan. Sizlar bakli oshko'zkansizlar. Bu makonimizga kelgankansizlar. Endi hargiz chiqib ketolmaysizlar. Hammanglarning jasadi mush yerda qoladi. Yurak jigiringlarni sug'urib kavat qilamiz. Go'shinglarni sho'rpa qilamiz. Endi hech qaysing soqqanmaysan. O shundoq deb sat kulgunicha quyun orsiq kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men rostla bek qo'rqadim. Bunchalar qo'rqinish ekanligini o'ylab baxmabdikanman. Men qo'rqib aram turyapman. Mushundaqla o'lib ketamizmi? Yig'lamanglar. Bunda qilsanglar qandoq bo'ladi, ha? Kirdigan chaqda bo'ldi, hech nimadan qo'rqmaymiz. O'lsakmi, kirmiz degan tinglar bu. Amdilikda kirmay turib, bunda qilib tursanglar bu yerda o'limiz shu. Acaba hammamiz mush yerda o'lib ketsak xush bo'lamdinglar? Shirali to'g'ri deydi. Biz As'atning qisosini olamiz deb kirdik. Kirmayli bundaq yig'lab tursak, o'zimizning jinini ep chiqib ketamaymiz. Shunga qo'rqmasdan botir bo'lishimiz kerak. Shundalar ko'zlagan maqsadimizga yetalaymiz. Gapimni tugitib turishimga oldi tarafdan qon yo'qi oq kepanga o'rangan 3 iskelet sakrab mang'inicha oldimizga keldi. Zuhra bilan Oliya qo'rqib, darhol kaynimizga yutib oldi. Endi qanday qilamiz, odash? Ular bilan elishaylik. Hammasi quruq iskeletgan. Ansirab ketkirak kuchimi yo'q. Tez bo'linglar. Ularni urayli. Men yugurib berib, oldida kilayotgan bir iskeletning qursiqiga kuchab tepdim. O o'ngdisig'ili yiqildi. Onunga bo'lgan orliqda Shiralimo tezlikda kelib birini urib yiqitdi. Ikkimiz tangli yugurib berib, yana birini urib yiqitib, uni tepib, so'ngaklarini sundirib par-par qilib atdik. O shundoq echinishli varqirg'incha bir parcha o't bo'lib kuyibla yo'qab ketdi. Yelqi yiqilgan ikki iskelet o'rnidan turib tangli bizga etildi. Ular bilan bir maydon qattiq urushdik. Alvastlar bizni tatlab yuzlarimizni qon qilib atdi. Ham putlarimizga eslib yiqitib, bizni qattiq urushga boshladi. Dal shu chaqda Zuhra bilan Oliya nadin topdikin, birdan toshini ko'tirib kelib, ikki olvasning beshiga kuchab urdi. Her ikkisining bosh so'nki cheqilib yiqildi. Biz tezlikda o'rnimizdan turib, ularni to'xtamay urushga boshladik. O ikkisimi echinishli varqirg'incha kuyib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Sizlar dal vaqtida urdinglarmi? Bo'lmasa biz ularga tanklamay qolgandik. Qanday? Bizning foydamiz tegamdikan, tegmamdikan. Biz sizlardan qilishmaymizmi? Shundoq. Bizning bu amdi xotirjam bo'lgansizlar. Biz amdi hargiz bu jin alvaslardan qo'rqib qolmaymiz. Sizlar nima qilsanglar, biz sizlar bilan tang, hatto sizlardan oshirib qitmamiz. Yaraysizlar. Moshunda bir niyatda bo'lmasak, bu jin alvaslarning o'sida o'lib ketamiz. Oldimizda yana texmi xatarli ishlar bizni kutib turibdi. Shunga bu xatarga tavakkul qilgan ekanmiz. Orqaga qaytishimizga yo'l yo'q. Oldimizga qarab mengishimiz. Asatning qisosini elishimiz kerak. To'g'ri deding adash. Bizning birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu qabristonlikning xaritasini tepish. Shu xaritani tepib olsaqlar, farmon dastigini qo'lga tushira olamiz. Ondan ko'zlagan maqsadimizga yeta olamiz. Shunga darhol xaritani izlaylik. Xaritani tepish uchun hammaylar tangli atlandik. Biz yenimizdagi qabrlardan boshlab izladik. Oldimizdagi bir qabrni shundoq echibla qo'rqib ketdik.
Qabrning ichi yilon ham so'ngaklar bilan liq to'lgan edi. Dördüncü qism. Ahvol bundoq tursa, u xaritini qandoqmi topamiz? Bu qabrlarning ichini izlash tugul, qarig'limi bo'lmaydi ekan. Amsi mundaq qilayli. Biz xaritini at kunduz izlayli. Kunduzda bu qabristonlik odamlarga tava bo'ladi. O chaqda jin olvaslarmi bizga hujum qilmaydi. Balkim bu yilonlarmi olvaslarning bo'lsa, kunduzda bu qabrlarda turmasligi mumkin. To'g'ri. Amsi shunday qilayli. Hey, ammo bugun kechida bu qabristonlikdan chiqib ketamaymiz. Jin arvohlar bizga har vaqt ziyonkashlik qilishi mumkin. Shunda qilib biz bugun kecha mushiyada tunumoqchi bo'lib, Shirali bilan Oliya uxlaydigan, Zuhra ikkimiz kuzatchilik qiladigan bo'ldik. O'rnimizdan yo'tkilib, atrofida qabr yo'q, o't-cho'plar do'lab qo'yilgan bir joyga keldik. Shirali daxyada, Oliya o't-cho'pning ustida yetib uyquga ketdi. Zuhra ikkimiz to'rt atrofga sagaklik bilan qarab, kuzatchilik qilishni boshladik. Men to'rt atrofga tafsili qarg'ash, izimdil o'ltirdim. Zuhra asta yenimga keldi. Hey, qo'rqatamsiz? Nemish qo'rqadayman? Yenimda sizlar o'tirsanglar. Zuhra so'zini deb bo'lishig'la, oldimizda bir o't paydo bo'lib, birdan lavuldab ko'ygandan keyin o't bir o'chibla og'izdan qon temib turgan, butun badani qop-qora yong'liq, beshida bir jup munguzba bir olvasti paydo bo'ldi. Ham surlik ovozda gap qilishga boshladi. Bu degan bizning makonimiz. Bizning makonimizga bostirib kirishga qandoq petindinglar? Yurginglar qopdek bakan-ku. Bu mo yaxshi bo'g'ini. Odam go'shi yemigili xili uzun bo'lgan. Endi rosa tuyib olgan bo'ldim. Bugun sizlarning ajilinglar to'shdi. O shundoq deb qaqoqlab kulguncha bizga etildi. Bu chaqda Shirali bilan Oliyamo bu yuqori ovozdan cho'chib uyg'onib ketgan edi. O olvasti bizga qarab mushtumni tugib, urush uchun tayyorlanib, mushtini bir shiltivdi. Biz chaqonliq bilan o'zimizni ep qochdik. Uning qo'li tekkan yer cho'nqur o'yman bo'lib ketdi. Biz nima qilishimizni bilmay qoldik. Tuyuqsiz, janib tarafimizdan bir qor quyun ko'tarilib, quyun orasidan qadimki jang kiyimi kiygan, chiroyi badbashra, basti qovul, ikki qo'liga bir jup palto tutgan yana bir olvasti chiqib keldi. Munguzlik olvasti bu qo'shpaltiliq olvastiga qarab gap qildi. Sen kim? Seni ben bu makanımda körüp bakmagan. Demek sen mi bizge okşaş olvaslı bolsan mı? Bizning makanımızga bastırıp kırıvapsan. Çıraylıkça bu yerden çıkıp gel. Bo'lmasa seni mi oyap olturmayman. Munguzlik olvasti shundoq deb, qo'shpaltiliq olvastining oldig'i mangdi. Meni kattavatam sen. Senin acirin to'shdi. Jinimga ogoh bo'l. Qo'shpaltiliq olvasti shundoq debla munguzlik olvastiga etildi. Munguzlik olvastimi bor kuchi bilan qo'shpaltiliq olvastiga etildi. Ikki olvasti qattiq tutishib ketdi. Qo'shpaltiliq olvasti munguzlik olvastiga palto urvidi. O sehr jadu ishlatib yuqab ketib, qo'shpaltiliq olvasining kaynida paydo bo'lib, uni qattiq tepvatdi. Qo'shpaltiliq olvasti o'zini o'ngshapla, og'zini yo'g'on ichib birni po'luvdi. Kuchli bir bo'ron chiqib, munguzlik olvastini necha metr yiroqlik uchirib tashlavatdi. Ondan tezlik bilan uchib berib, munguzlik olvasining o'rnidan turishiga fursat bermay, paltisini bir shiltibla uning beshini chepvatdi.
Müngüzlük alvasda echinishli noli qilib, jon uzib, o't bo'lib kuyib yo'qab ketdi. Alınma şunçlik iken bu. Qiziq ish. Bu jin nimishqa bizga yordam qilib, yana bir jinni o'ltirib etdi. Bizning qaysi ishimiz buniga yarab ketgan bo'g'aydi? Ish qilib nemili bo'lsin, bir xatardan bo'lsin qutulib qoldik. Agar bu olvasti kamigan bo'lsa, balkim biz hayot qolmasligimiz mumkin edi. Soatga qarsak, tong yo'rishqa yana 2-3 soat bor ekan. Endi bu qatim Shirali bilan Oliya ikkisi kuzatchilik qildi. Zuhra ikkimiz uxlamoqchi bo'ldik. Men yetib uxlab qopdiman. Bir chaqda ko'zimga tushgan kuchli kun nurining ta'siridan uyg'onib ketdim. Allaqachon tong etib bo'lgan ekan. Atrofga qarsam, Shirali, Zuhra, Oliyalarning hech qaysi yo'q edi. Qiziq ish. Akşam Zuhra old tarafdagi o'choqning ustida yotgan. Shirali bilan Oliya kuzatchilik qilgan. Endi ularning birasi ko'rinmaydi-ku. Ular zodan nega ketgandi? Bir ayaga mangan bo'lsa, meni cho'qim uyg'otib billa epmangatdi. Ya bo'lmasa deb qo'yatdi. Acaba ularni olvasda ep qochganmidi? Men xiyolimda shularni o'ylab, bakli cho'chib ketdim. Yo'q. Bundaq bo'lsa hargiz bo'lmaydi. Uyg'ondingmi, adash? Shiralining bu so'zini anglab, xushallikdan hayajonlanib ketdim. Hey, ma'mu deb qo'ymay nega ketdinglar? Odamni bakli ansirattinglar-ku. Sen tatliq uxlab ketibsan. Uyg'otib etmayli deb gap qilmagandiq. Choy qaynatib nashta qilayli, ha? Arqidilla Zuhra bilan Oliyami keldi. Biz birlikda nashta qilib bo'lib, o'ch qabrlarga qarab, qabristonlikning xaritasini izlashga boshladik. Rost deganda, kunduzda kechidagi yilonlar hech yerda ko'rinmaydi. Afsus, biz yarim kun oqtirib, hech qanday natijaga erishaolmadik. Qabristonlik sirtidan oyoq ovozi anglanishga boshladi. Biz ovoz chiqqan tarafga qardik. Qabristonlik ichiga Turdi bovay kirib keldi. Biz Turdi bovay bilan salomlashib, qo'l elishib ko'rishdik. O bizning qilayotgan ishlarimizga qarab, eg'iz ochdi. Bolalarım, siz bu qabrlardan nima izlayapsizlar? Xaritani izlayotgan bova. Akşam izlasak, olvastilarning hujumiga uchrab, ishlarimizni qilolmaydi ekanmiz. Shunga kunduz izlayli deyishgan. Kunduz izlasanglar, hech nimani topolmaysizlar. Bu qabristonlik kunduzi odamlarning bo'g'ashqa, olvastilar sehr jadu ishlatib, kunduz xaritani ko'rinmas qilib atgan. Lekin xarit qulunlarga o'ssa, her vaqt ko'rinadi. Olvastilar tilsimdan qutuladi. Shunga sal jafo bo'lsa-mu, oqshimi izdanglar. Kunduzi izlaganning faqat foydasi yo'q. Men sizlarning mushunda qildiganliklarini bilib, ataydan mushu gapni deb qo'yg'il keldim. Bovay so'zini tugitibla, men qaytay degancha yurib ketdi. Bizmi bovayga rahmat aytib, uning bilan xo'shlashib qolib qoldik. Shuning bilan biz tezroq kashf bo'lishini taqozolik bilan saqlab o'ltirdik. Kashf bo'lib atrofning qorong'ulishi bilan qabristonlikdan yana sirliq ovozlar anglanishga boshladi. Biz yana ikki odam bir guruh bo'lib, bo'linib ketmagan asosda bir qabrning yeniga kelib izlashni boshladik. Qabrning ichida yilon chayonlar yana chirmishib, lo'mildishib turardi. Asta, ahvol bundoq tursa, qandoqmi qilamiz? Yilon chayonlar o'tdan qo'rqidi. Biz ularga o't orqali taqobil turaylik.
o yılan çayallarını ot koyup köydürü üteyli. Şunun bilen Şir Ali meş'al yasaş üçün ketdi. Birdemden keyin o ikki tal meş'alga ot tutaştırıp geldi. Biz bir qabirning ichiga ot yoqdik. Degandek yılanlarga ot tutuşup, paraslab kuyup etilishga boshladi. Saqqog'allar bo'lsa, sirtqa qarab qechishga boshladi. Biz saqqog'allarini dasab, kaynidan qo'g'lab ko'ydirib tugatdik. Afsus, qabr ichiga shuncha tafsili qarabmi, hech nimani topolmadik. Shu tariqida necha qabrni izlagan bo'lsaqmi, ammo hech narsa chiqmadi. Yan bir qabrga shunda qarshimizga bir jasad likkidi ko'tarilibla o'rnidan dast turdi. Biz hammamiz cho'chib, kaynimizga dojib ketdik. O o'rnidan asta turib, bizning yanimizga qarab kelishga boshladi. Uning badani butunlay chirib ketgan bo'lib, badbo'y puroq tarqaydi. Go'shtlarimiz sesib ketgan. Chiroyini farq etgil bo'lmaydi. Og'izdan qon temib turadi. Qarg'on har qanday odamni surbasatdi. Uning orqadilla shuningga o'xshash jasaddan uchi boshqa qabrlardan chiqib keldi. Bizga xirs qilayotgan jasad to'p bo'ldi. Yana yerda 3 zaharli yilon nashtarlarini chiqarib bizga qarab kelyotdi. Shirali, Zuhra, Oliyalar qo'rqinishdan titrab ketdi. Men huduqib, nima qilishimni bilmayli qoldim. Lo'mildab nashtarlarini chiqarib kelyotgan yilonlarga qarab, tuyuqsiz bir aql kallamga keldi. Yılanның beşidan ching tutib olib, jasadlarni yilon bilan urayli. Beşidan ching tutib olsak bizni chaqolmaydi. Men shundoq deb oldida kelayotgan bir yilonning beshidan ching tutib ko'tirdim-da, yugurib bog'nimcha tunji bo'lib chiqqan jasadning beshiga bor kuchim bilan urdim. Yilonning quyrug'i qattiq tegdimkin, jasad kayniga uchib tushdi. Orqadilla Shirali bilan Zuhramo birdan yilonning beshini tutib ko'tirguncha kelib, jasadlarni urishga boshladi. Ali Hazal 20 minutlarcha elishib, bu jasadlarni to'liq yo'qotdik. Voyjon, qo'limni yilon chiqib oldi. Zuhra yig'lab turib shundoq dedi. Yilon uning qo'liga yo'gishib turib chiqib olgan ekan. Biz qo'limizdagi yilonlarni zardi bilan yerga tashladik. Shirali yugurib berib, bayan biz o't yoqqan qabrdan mash'alni ep keldi-da, 2 yilonni ko'ydirib atdi. Oliya ikkimiz darhol Zuhraning qishig'iga yugurib bordik. Zuhra bu chaqda hushidan ketgan edi. Ammo qo'lidagi yilon ajirmay, qo'lini texmi ching-chirimib oldi. Birdamdan keyinla Shirali omburdan birini ko'tirib keldi. Balkim o lozim bo'lib qoldi deb evagan bo'ls kerak. Shuning bilan men yilonning beshidan tutib, barliq kuchim bilan yilonning og'zini kerib ochdim. Shirali ombur bilan yilonning zaharlik 2 tal tishini qo'mirib tashladi. Yilon og'riqqa bardoshlik berolmay, Zuhraning qo'lidan ajrab chiqdi. Shirali darhol mash'al bilan u yilonni ko'ydirib atdi. Zuhrani hushiga keltirish uchun men suv qutamni elib, Zuhraning yuziga yengil suv chechishga boshladim. Birdamdan keyin Zuhra ko'zini asta ochdi. Qo'lim bek og'riyotdi. Birdam chidab turing singlim. Men shundoq debla Zuhraning qo'lidagi yilon chaqqan yara og'zini shumib, zaharni chiqarib tukurdim. Zaharni bir necha qatim shumib chiqargandan keyin yara og'zini tamoqchi bo'lib turganimda Oliya zahar qaytirish dorisi bilan dokini chiqarib, o'zining har ehtimolga qarshi evaganligini aytdi.
Men uning bir ishlarni inishkilik bilan o'ylaydiganligidan xush bo'lib, uningga qarab mays kulib qo'ydim. Biz Zöhraning yarsin tengib turishimizga yiroqdan bir ayolning qarisi ko'rindi.